Assalomu alaykum, hurmatli kurs ishtirokchilari. Bugun sizlar bilan ilmiy ishlaringiz uchun tegishli adabiyotlarni topishda, ro'yxatini shakllantirishda foydalanish mumkin bo'lgan yana bitta eng zo'r sun'iy intellekt vositalaridan birini ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu Elizet hisoblanadi. Dastlab qidiruvga beramiz va ro'yxatdan o'tib olasiz. Men avval ro'yxatdan o'tganim uchun mana bu yerda akkauntim chiqyapti. Bu dasturni ham pullik, bepul versiyalari bor. Bepul versiyasida ham foydalansangiz bo'ladi. Agar sizga yanada kengroq imkoniyatlar kerak bo'lsa, pulli imkoniyatlardan ham foydalanishingiz mumkin. Bu albatta ixtiyoriy. Qidiruvga o'zingizga tegishli keywordsni berasiz. Masalan, men mm, beradigan bo'lsam, o'zimga tegishli mavzu bo'yicha qidiruvni berdim. Mana natijada mavzuyimga yaqin bo'lgan ilmiy ishlarni chiqarib berdi. Va bu qismida men uchun tayyor adabiyotlar sharhida foydalanishim mumkin bo'lgan sharhni ham yozib berdi mana. Sharhni yozib bergan, hattoki mana bu joyda iqtibos ham qo'yib ketgan. Qaysi gapni qaysi adabiyotdan olib asoslab gapiryapti. Shuni shundoq ustiga bosib kirsiz, mana o'sha maqolani abstraktini ochib beradi sizga. Mana. Xo'p, endi bularni ko'rdik. Qo'shimchasiga mana bizda hozir faqat xulosa qismini beryapti. Ustunlarni qo'shib olishingiz mumkin. Masalan, bizga metodologiya bo'limi kerak. Maqolani metodologiya bo'limini ham chiqarib beryapti ustunlariga. Yoki bo'lmasam, bizga discussion qismi kerak. Mana discussion qismini ham hozir qo'shib beradi. Qanaqa muhokama qilindi bu maqolalarda? Bu ham vaqtingizni tejaydigan eng zo'r top ilovalardan hisoblanadi. Endi ehtimol sizga mana shu maqola ma'qul keldi, batafsil o'qib ko'rmoqchisiz. Faqat bu yerda berilgan mana bu gapga asoslanib yozib qo'ymasdan maqolani albatta har doim to'liq o'qib tanishib chiqishni maslahat beraman. Agar bu maqolani hozir copy paste holatda shundoq kopировать qilib qo'yib qo'yaman desangiz adashasiz. Bu Scopus jurnallariga maqola berganingizda umuman nufuzli jurnallarni barchasi tekshiradigan sun'iy intellektni detektorlari, AI detektorlarida aniqlanadi. Shuning uchun faqatgina ma'noni mantiqda tushunishingiz uchun foydalanishni maslahat beraman va albatta o'zingizni tilingizdan yozing bu jumlalarni. Endi mana shu maqola ehtimol sizga yoqib qoldi. Albatta buni batafsil o'qib ko'ramiz. Shunga ahd qildik. Mana yangi ekranda ochib oldik o'sha maqolani. Maqola haqida ma'lumotlar chiqdi. Springerda chop etilgan ekan. Mana bu joydan maqolani qaysi bazadan olinganini to'g'ridan to'g'ri ko'rib olishimiz mumkin. Mana Semantic Scholar'dan olingan maqola ekan. Xo'p, maqolani endi o'qib ko'rmoqchimiz. PubMedda chop etilgan ekan. Maqolani o'qish pullik ekan. Demak, biz do'y raqamini kopировать qilib olamiz va albatta eng sevimli saytlarimizdan biri Sayhab dasturiga do'y raqamini tashlaymiz. Qidiruvga bergandim. Mana Sayhab dasturiga joylangan ekan bu maqola. Bemalol ushbu maqolani bepul o'qib olishingiz, istasangiz mana bu qismdan chop etish yoki o'zingiz uchun saqlab olishingiz mumkin.
Ho'p, endi boshqa adabiyotlarga kelamiz. Qolgan adabiyotlarni ham xuddi shu tariqa mana boshqa adabiyotlarni ham xuddi shu tariqa ko'rishingiz mumkin. Yoki buncha ishni bajarib o'tirmasdan to'g'ridan to'g'ri mana bu joydan doisini kopiya qilib olib, o'zingizga kopировать qilib olib, o'sha Sayhab dasturiga tashlab turib ham ko'rishingiz mumkin. Agar ochiq bazada turgan bo'lsa, maqola to'g'ridan to'g'ri mana shu havola orqali yuklab olish imkoniyati bo'ladi sizda. Lekin pulli maqolalar bo'lsa, o'qish pulli bo'lsa, mana bu ham xuddi shunaqa ekan. Bu ishni to'g'ridan to'g'ri amalga oshirish ilojsiz. Faqatgina mana shu Sayhab dasturi orqali amalga oshiramiz. Bundan tashqari, bu Elizit saytida sizni avval bergan qidiruvlaringiz saqlanib qoladi. Judayam zo'r, ilmiy ish qiluvchi tadqiqotlar uchun yordamchi dasturlardan biri hisoblanadi. Va albatta ushbu sun'iy idrok vositasidan foydalanishni barchaga maslahat beraman.